qilgan gunohini gapirib ishlik man qilingan birodarlar, mumkin emas. Otangizga ham, ustozingizga ham hech kimga gapirib gunohingizni aytishingiz mumkin emas. Alloh yashirib qo'ydimi? Alloh yashirib qo'ydimi? Ochmang. Agar o'zingiz ochayotgan bo'lsangiz, Allohning satriga beparvo bo'lsiz. Shuning uchun uylanganda o'zini hamoqati tufayli, kalta fahmligi tufayli xotiniga o'tmish hayotini aytib beradi. Hamma yo'g'ini aytib beradi. Hamma yo'g'ini aytib beradi. Endi Allohning taqdiri bir kun kelib, xotini bilan orozlashib, urushib, janjallashib ajrashdi. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Endi mana shu qilib qo'ygan hamoqatingni, ahmoqligini, mevasini nima qilaver? Totib, maza qilaver. Agar Alloh taolo bir bandani gunohini yashirib qo'ygan bo'lsa, birovga bildirmagan bo'lsa, shu bandaga bashorat bu. Chunki mana quyidagi hadisda o'qiymiz, shu dunyoda qilgan gunohingizni Alloh bekitib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kunida kechirishligiga ishora bu. Birodar, o'zingiz ochmang aybingizni. Chunki Robbingiz as-sittir bo'lgan zot. Bekitib qo'yibdimi, o'zingiz ochmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha azza va jalla yudnil mu'mina yawmal qiyamati hatta yadha'u alayhi kanafahu." Bu hadis Imom Buxoriydan. Buxoriydan bu hadis. Albatta Alloh taolo qiyomat kunida deyaptilar Rasululloh, bir bandaning ustiga o'zini to'sig'ini qo'yadi. Ya'ni qiyomat kunida hamma bitta maydonda turar ekan, mo'min banda hisob kitobga kelganida boshqa bandalardan to'sib turadigan bir to'sig'ini qo'yadi ustiga. Bandani hech kim ko'rmaydi shu to'siqning ichida nima bo'layotganligini. Yasturuhu minan nas fa yaqulu ay abdi ta'rifu dhanba kaza va kaza. Ey bandam, Alloh bilan bandaning o'rtasida bir muloqot ketyapti. Falon gunohingni eslaysanmi? Banda e'tirof qiladi. Yaqulu na'am ay robbi. Hatta idza qarrahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Falon gunohni qilganmisan? Qilganman. Falon gunohni qilganmisan? Qilganman. Falon vaqtda qilganman. Hammasini tan oladida o'zini halok bo'lganligiga aniq ishonib turadi. Chunki qilgan. Kitobida turibdi. Qo'liga ushatib qo'ygan kitobini o'qidi, ko'rdi. Shunda Alloh taolo nima deydi? Qarang, qola inni qad satartuha alayka fid dunya va qad ghafartuha lakal yawma. Shu gunohlaringni dunyoda sen uchun satr qilib, bekitib yopib qo'yganman. Endi bu kunda sening gunohlaringni senga mag'firat qilaman, kechiraman. Shunda boyagi satr olib tashaladi. Mana Al-Haqqo surasining tafsirida shuni deyilgan. Boyagi satrni olib tashlaydi. Haligi bandaning kitobida bironta xato qolmagan bo'ladi. Xatolari bor edi. Lekin Alloh yashirganida bo'lardi. Shunda nima deydi? Ha umqra'u kitabiya. Mana endi meni kitobimni ko'ringlar deydi. Chunki hammasini Alloh taolo kechirib yubordi. Demak, birodarlar, bizni qilgan avvalgi gunohlarimizni Alloh berkitib qo'ygan bo'lsa, berkitib qo'ygan gunohlarni o'zimizni kavlashga haqqimiz yo'q. Alloh berkitibdimi? Umid qiling, qiyomatda kechirib ham yuboradi bularni. Faqat nasuh tavba qilgan bo'ling, shu gunohdan to'xtagan bo'ling, pushaymon yegan bo'ling, qaytib qilmaslikka ahd berib, shu ahdingizda turgan bo'ling.